Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va pritseplar Qon kanali a'zolari. Bugungi pritseplarimiz bilan sizlarni qisqacha obzorni qilib tanishtirib o'tamiz akalar. Xudo xolasa videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Birinchi pritsepimizga keladigan bo'lsak akalar, mana. Bu pritsepimiz razmeri 1.60 ga 2.50. Elektromontajlarimiz tayyor. Bortlarimiz atsinkovka. Resorlarimiz baquvvat qilib, usulli resor qo'yilgan. Balonimiz razmeri 13 akalar. Plastmassa krilo, ramalar shuylar mana. Pin kodlari bilan chiroyli qilib qo'ydik. Опорный колесо, российский zamok, страховкаlarimiz bilan akalar. Elektromontajlarimiz ham tayyor. Xudo xolasa mana legrovka bo'laveradi. Elektromontajlar tayyor. Yuki bilan yetalab ketaverasizlar, behajolat bir kishi qiynalmaydi. Yuk ko'tarish qobiliyati 1,5 tonna akalar. Usulli resorda turibdi pritsepimiz. Ana ikkinchi pritsepimiz razmeri akalar. Xudo xolasa bu ham 2.30 ga 1.30. 13 diskalarda mana balon holatlari ideal bo'lib turibdi. Masofa balonlari taqib qo'yilgan. Krilolarimiz zavodskiy plastmas. Ramalar shviller. Bortlarimiz mana atsinkovka materialdan bo'lgan akalar. Hammasi zamok. Yevropa standarti bo'yicha chiroyli qilib beryapmiz. Pritsepimizda hammasini bortini orqasi ochiladi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ochdik. Xohlasa kular bo'lsa bemalol ortaveramiz. Zakaz salang oldin ham ochib beramiz akalar. Endi yopamiz. Yopamiz. Ovoz chiqmaydi. Sarkan cho'klar mana. Kimga qanaqa endi kimdir bayini tomosha qilib keladi akalar. Bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa variantda. Bu pritsepimiz mana keladigan bo'lsak, buni razmeri 2.50 ga 1.45 cm bo'ldi. Reshetkalarimiz ochilish holatlari. Xudo xolasa buni tentlari ichkarida ustalarimiz pistonlarni urishyapti. Pistonlarni urish bo'lgandan keyin tentini yopamiz xudo xolasa buni. Bu pritsepimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga ketyapti. Hop, ochishda mana. Ochildi akalar. Bortimizni ochamiz. Mana bu holatda ochiladi. Astoyga xalaqit beryapti. Bu dalchi oxirigacha o'tib ketadi. Xalaqit bermaydi mashinaga. Olasalang tepaga, olasalang bu yonga farqi yo'q, ochib beraveramiz. Oldin ham ochish imkoniyatimiz bor. Zakazsalang oldin ham ochib beramiz akalar. Ne qilamiz? Yopildi. Mana bunday qilib ovozi chiqmaydigan darajada ishlashga harakat qildik. Xohlasalar nima bo'lyapti bularga? Yevropan surasi. Chiroyli qilib zakaz asosida qilib beramiz. Balonlar 13. Kraskalarimiz xudo xolasa idealni qilib, steklarimiz mo'shlab deb qo'yapti mana. Adovoy chasti. Shu holat. Manzilimizda aytib o'tamiz bir qator. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Qo'shtepa qishlog'ida. Ikkinchi filialimiz. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Yangi Qo'rg'on shaharchasida akalar. Xudo xolasa bugun uchala pritsepimizni ham beraveramiz. Bittasini berib Qo'soyga. Bu pritsepimiz xudo xolasa bu Andijonga ketish kerak adashmasam. Andijonga ketadi. Bu Farg'onalik Moskvacha akalarimiz zakaz qilishgan. Cobalt mashinasida tortishadi. Buni Nexia birga ulashadi. Hofiz ekan egalari. Buni Bog'dodlik tog'amiz Lacetti mashinasiga ulab qo'yib tashishadi tog'alasa. Qurolchi turgan raqamlarimiz buni. 99lik kod bilan 23688, 97lik kod bilan 176 3688. Elektromontajlarimiz hammasi tayyor bo'ladi akalar. Moshtalangan farkopini ichida 2.30 ga 1.30 pritsepimizda 9 million so'mga
qilib beramiz akalar. Narxini yana bir qator kelishadigan joyi ham bor. Zamoklarimiz original zamoklar, Xitoy emas, bizda Vanmer. Farkopni ichida qilib beramiz. Arzon farkop emas, budjetli variant emas. Rossiyskiy original farkop bo'ladi akalar. Ustunovkasi ham ichida. 9 million so'm kelishadigan joyi bor. Manzilimiz Farg'ona Toshkent Andijon yo'lining mana. Oldin 311 km edi, endi znaklar ham almashib ketdi. Bu tomon Toshkentga ketish, radarga yetmasdan. Bu tomon Andijonga ketish, Boydaning mostiga 300 metr yetmasdan. Ishxonamiz o'ng qo'lda. Yana murojaat uchun telefon raqamini yana bir bor eslatib o'tamiz. O'ng qo'lda mana shu holatda ustaxona. Mana ko'rishlar mumkin. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Portli, tentli, qo'shmoz, yakkamos tentli holatlarda chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar endi. Ko'rishsizlar. Biz ham usta odam endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.